kelinni svидетели erkak kishi, kuyovni svидетели, ya'ni guvohi ayol kishi bo'lishi mumkinmi deb juda ham bir qiziq savol berib qolishdi. Do'stlar, oila kodeksida bunday talab yo'q. Ya'ni kelinning yonidagi o'sha guvohi, o'zbekchasiga qonunda guvoh deyiladi. Odamlar tilida svидетель deyiladi. Shu guvohga bo'lgan talablar yo'q. Ya'ni ayol kelinning oldida ayol kishi bo'lishi kerak, kuyovning yonida erkak kishi bo'lishi kerak degan talab yo'q. O'zumuman guvoh talabi yo'q oila kodeksida. Ya'ni masalan, nikohni qayd etishda guvohlar bo'lishi shart degan qoida yo'q. Faqat fuqarolik holat dalolatnomalarini yozish to'g'risidagi nizomda 78-bandida yozilganki, nikohlanuvchilarning xohish istaklari bilan nikohni qayd etishda qarindoshlar va boshqa shaxslar bo'lishi mumkin. Shuningdek, guvohlar ham hozir bo'lishi mumkin deyilgan. Mumkin. Ya'ni ularning xohishi bilan yonimda tursin degan ma'noda. Endi bu ham bir odat, bu ham bir marosimga o'xshagan narsa bo'lib qolgan-u. Yonida baribir bitta guvoh bo'ladi. Lekin qonunda unaqa narsa yo'q. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, oila kodeksida unaqangi talab yo'q, bo'lishi shart degan. Nizomda mumkin, xohlasa qatnashaversin degan.